Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ixlos Gate YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Chiroyli uy proyekt so'rab yurgan obunachilarimiz uchun hozir mana shu uyda shipirni olgani keldim. Umumiy rasxodini, shipirni ham narxlarini, qancha material ketganligini videosini qo'yib qo'ydim. O'tib ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa shu uyimizni ham chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha proyektini sizlarga yoritib beramiz. Juda chiroyli holatda chiqdi. Xudo xolasa darvozaxonalar hammasi balki kimgadir ma'qul kelishi mumkin. Xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, charchamay? Rahmat sekin. Aka, bir boshda mana shu uyda endi obunachilar uchun juda chiroyli chiqdi, nasib qilsin. Niyat qilganlar bo'lsa, mana shunaqa uylarda kommentariyaga niyat qildim deb yozib qo'yinglar. Shunaqa musofirchilikda uy solaman deb ishlab yurgan insonlar bo'lsa, shunaqa uylarda chiroyli qilib so'b oilasi bilan kirib yashashni nasib qilsin aka. Rahmat aka, nasib qilsin. O'zingiz yaxshimi aka? Rahmat aka. Darvozaxonadan boshlayveramiz. Darvozaxonadan boshlayveramiz aka. Necha metrga necha metr ekan bu? 16 metrga aka, 3,5 metr darvozaxonamiz. Ha, endi 3,5. Aha. Taraf uzunligi uygacha 16 metr. Tushunarli. Shu koridordan boshlayverasiz endi. Bo'ldi aka. Xo'p bo'ladi. Bu asosiy kirish menda aka bu? Bu asosiy kirish aka bu. Aha. Mana obunachilar. Juda tombalar qo'yib chiroyli qilib qilingan ekan. Ertan zina kuylatdi endi. Zina kuyladi aka, xudo xohlasa. Xo'p. Qani o'tinchi aka, bitta razmerini o'zingiz Yo, bismillah. Bismillah. Xo'p, bitta koridorimiz. Bu koridorimiz aka bu. 2 metrga 4 metr aka bu. Aha, bitta koridor. Koridor aka bu. Tushunarli. Bu koridorimiz. Bunisidan boshlaymiz. Kirishda o'ng qo'lda. Kirishda o'ng qo'lda zalimiz aka bu. 3,5 metrga aka, 6 metr bu zalimiz. Tushunarli, bitta ko'rsatib qo'y. Mana akalar uzunligi 6 metr, 3,5 metr. 3,5 metr. Bunisi aka детский spalni aka bu. Aha. Bolajonlar uchun. Bolajonlar uchun aka bu 3,5 ga 4 aka bu. 3,5 ga 4. Qo'lni pishg'ishdan qilingan ekan. Pishg'ishdan bo'lgan. Aytlarda pol qilasizlarmi, to'ldirib olasizlarmi? Yo'q, pol bo'ladi aka bular. Ha, taxta pol bo'ladi. Taxta pol bo'ladi, aha. Xo'p. Bu aka 3,5 ga 5 aka bu. Ha, bittadan bo'linish rejasi bormi shunday? Yo'q, bu oldin bo'lgan reja, ha, bet koridor bo'lmoqchi bo'lgan, keyin qarasak bo'lmaydi deb sal kengaytirib yuborildi aka. Bu katta spalni bu. Tushunarli. Ertan hammom bo'ladi. Hammom, ha, chiqiladi u. Alohida, alohida, ha. Zo'r, tushunarli. Xo'p, uydan kirilar ekan, bu kattalarga spalnida. Bu kattalarga spalni, ha. Bunisi mehmonxonami? Bu oshxona bu aka bu. Bu oshxona bu. Ko'hna. Zo'r. Bunisi nechiga ne? 3,5 ga 5 aka bu. 3,5 ga 5. Zo'r. Bu orqa tarafida hammom orqa tarafida. Hammom orqa tarafda bo'ladi, keyin o'choq, tandirxona, qornarxona o'shanaqa joylarga joy bo'ladi aka. Hozir bunda o'tib ham ko'rib qo'yarasiz unaqa joylarni. Bu tarafda ham bitta ko'rsatib. Orqa taraflarga ham joy tashab qo'yganmiz aka. Mana, aziz yurtdoshlar, ko'rinishlar. E'tibor berasizlar, rasxodini chiroyli qilib, qo'lni pishg'ang'ich degillargacha kuyib qilishyapti ekan, o'zlariga nasib qilsin. Orqa tarafini ham bitta ko'rsatib qo'yinglar aka. Bo'ldi aka. Katta joy ekan, o'zi beta anchagina. Ha, bitta aka. Umumiy necha sotik bor aka? 10 sotik aka beylar. Hammasi bu. Hammasi bu 10 sotik. Tushunarli. Ha, orqada joy bor ekan. Orqaga joy aka, shu nimaga joy qo'yib tashlab qo'yilgan. Hammom, o'choq-po'choq. O'choq-po'choq, ha. Hamma narsaga. Tandirxona. Bu taraf uzunligi, bu tarafini sheriklangiz adashmasam 13 metr. 13 metr aka bunaqa. Bu tarafi 27 metrmi? 28 metr. 28 metr. Zo'r. Shunaqa. O'zlaringiz bitiryapsizlar ekanda? O'zimiz bitiryapmiz aka. Zo'r. Sizlar o'zi nima ishlaysiz? Shipirda hamma ish aka, biz xudo xohlasa 0 dan boshlab tepagacha bitirilaveradi aka. Universal bitirilaveradi. G'ish urishlar? G'ish urishlar o'zimizning qo'limizda aka. Beton ham o'zimiz qo'lda bizda quyilgan. Zo'r. Betonni ham o'zlaring qo'ygan? Ha. Hozir shipirga просто brigadat ish chiqib qolib ketib qoldi aka. Hozir qolgan shetdamiz aka. Aka, bo'lmasam sizga hozir mana g'ish urgan shunaqa ishlar bo'lsa qilaveradi. Qilinaveradi aka. Nomeringiz bitta aytib qo'ying endi aka. Nomerimiz aka 95lik 074 9900. Yana bittasi 91lik 692 9900 ham. Ismingiz nima edi? Ismim Jamshid meni. Ha, Jamshid akamizga aloqaga chiqaverasizlar. 0 dan boshlab. 0 dan boshlab bitiraveradi. Uchinchisi ham aka. O'zbekiston bo'yichami? O'zbekiston bo'ylab aka. Xizmat ko'rsataveradi. Qirg'izistonga ham chiqilaveradi, Qozog'istonga ham, Tojikistonga ham chiqilaveradi aka. Zo'r. Aka o'zi juda yaxshi inson ekan, o'zi gapirishlardan xushchaqchaq kirishuvchan ekan. Sizlar bilan albatta yo'lida qilib kelishtirib qilib beradi. Juda Xudo xohlasa. Ko'ngli bo'shaq, yaxshi gapirsa chiroyli qilib beraverasiz. Xudo xohlasa aka. Zo'r. Albatta mana hoji bolamiz chiroyli damab o'tirishibdi. Xullas, g'ish urish, mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Jamshid akamizga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Tojikistonga ham kelishilgan holda borib xizmat ko'rsatishaveradi ekan.
Kanalda yangi bo'lsalang obuna bo'lish, bittadan shu like tugmasini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Keyingi videolarimizni doimiy kuzatib borishga harakat qilaverasiz. Salomat.